Bundan oldin xabar berganimizdek, 1-apreldan uy yoki mashina sotib olishda yangi tartib joriy etiladi. Endi barcha hisob-kitoblar bank va notarius orqali amalga oshiriladi. Xo'sh, yangi tizim qanday ishlaydi? Xaridor bankka murojaat qiladi va barcha ma'lumotlarni taqdim qiladi. Bu yerda xaridor va sotuvchi haqida ma'lumotlar, shartnoma summasi va hisob raqamlar ko'rsatiladi va jarayon rasman boshlanadi. Bank maxsus escrow hisob varag'ini ochadi. Bu pul vaqtinchalik saqlanadigan maxsus hisob hisoblanadi. Xaridor pulni shu hisobga joylashtiradi, ya'ni naqd yoki naqdsiz tarzda mablag'ni bankka kiritadi. Agar uy yoki mashina kreditga olinayotgan bo'lsa, kredit beruvchi bank notariusga bu haqda elektron xabar yuboradi va pul shartnoma tasdiqlangandan keyin o'tkaziladi, ya'ni oldindan emas. Xaridor va sotuvchi notariusga borib, shartnomani rasmiylashtiradi. Shu o'rinda banklar tomonidan notariusga taqdim etiladigan ma'lumotlar ro'yxati bilan tanishishingiz mumkin. Notarius bankda pul borligini tekshiradi. Agar mablag' yetarli bo'lmasa, bitim amalga oshmaydi. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, notarius shartnomani tasdiqlaydi. Shu o'rinda notarius tomonidan bankka taqdim etiladigan ma'lumotlar ro'yxati bilan tanishishingiz mumkin. Notarius tasdiq berishi bilan bank escrow hisobdagi pulni avtomatik ravishda sotuvchining hisob raqamiga o'tkazadi. Bu odatda shu kuni yoki keyingi ish kunida amalga oshiriladi va jarayon inson aralashuvsiz dasturiy tarzda bajariladi. Mazkur tartib 10 yildan oshmagan avtomobillarga ham tatbiq etiladi. Agar notarius shartnomani tasdiqlamasa, pul mablag'i xaridorga qaytariladi. Eng muhimi, pul ham, mulk ham himoya ostida. Endi aldanish xavfi yo'q.